Assalomu alaykum Free Fire'chilar, sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun videoni nomini ko'rgan bo'lsanglar, komnataga kirish va komnatani ochishni haqidagi Free Fire videosi. Men o'zim telefonchikman, 7 yildan beri Free Fire o'ynab kelaman. 7 yildan oshyapti. Mobile streamerman, ya'ni telefon streamerman. Bugun komnata ochyapman. To'g'risiga bu videoni ancha oldin olishim kerak edi, lekin bu cringe video bo'lganda, chunki nahotki tasavvur qiling, komnata ochishni bilmaysiz yoki komnatani ID'sini bersa kimdir, ID'ni qayerga terishni bilmaysiz. Nahotki degan so'z bordi, kulgili. Shuning uchun men bunaqa narsani ochishni istamagandim, lekin kechagi videodan tashqari. Kecha video qilib zerikkandan komnatalarni, prosta ko'rib yurgan edim. Qarasam bitta do'stimiz menga yozib qopti-da, "Muzon brat" deb juda ko'p bolalar yozganda, ya'ni komnata ochishni o'rgata olasizmi? To'g'ri, kulgili, lekin ochishni o'rgating deb video chiqaring yoki bo'lmasa short qilib chiqaring deb rosa yozishgan ekan. Shuning uchun men video chiqarishga qaror qildim. Sizlarga komnataga kirishdan tortib, komnatani ochishgacha o'rgataman. Chunki streamimizda birga birga o'ynab turamiz-da ba'zida. Do'stimga komnatani bersam, "Aka, ochishni bilmayman" deganlar ham bo'ldi. Shuning uchun qaror qilib mana ochyapman. Bitta like, bitta podpiska bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Qani bo'lmasa ketdi akalar. 1 minut vaqtingizni olmoqchiman. Sizlarga ishonchli va tezkor Muzon almas servisini tavsiya qilmoqchiman. Bemalol almas xarid qilmoqchi bo'lsangiz, YouTube opisaniyasidan yoki bo'lmasa QR kodni skaner qilish orqali almas xarid qilishingiz mumkin. Qani bo'lmasa biz videoga ketdi jigarlar. Birinchi o'chiritda qiladigan ishimizni akalar. Albatta reklamani ko'rdinglar, almas servisimizdan foydalaninglar. Birinchi o'chiritda qiladigan ishimiz mana bu ultimatumni любой joyini bosasizlar, mana shu joyini bossanglar, sizlarda mana shunaqa oyna ochiladi, to'g'rimi? Kvariting, boriting, tuda-suda. Mana shu yerda belgilab qo'yaman, komnata degan joyning ustiga bosamiz. Bu yerdan esa siz pastda ko'rsatib qo'yganman mana bu joyda Najmite для ID komnata degan mana shu joyga ID kirgizamiz. Masalan 96 25 tuda-suda ID ni kirgizasizda. Keyin kirgizib bo'lganingizdan keyin bir dona ID chiqadi. Ya'ni do'stingiz tashagan o'sha ID ni, bir dona komnata chiqadi. Deylik, mana bu birinchida turgan komnataga o'xshab bitta bo'lib turadi. Flagni bossangiz, mana bu yerga ID ni 1 2 yoki 1 kirgizib qo'yib, подтвердитni bitta bosib qo'ysangiz, komnataga avtomatik tarzda kirib ketasiz. Agar siz mana bu ko'zni rasmini bosadigan bo'lsangiz, siz Nablda tomoshabin bo'la olasiz. Ya'ni tomoshabin bo'lib turasiz. Agar joy bo'shagan bo'lsa, siz Nabldan tashqariga chiqib keta olasiz. Ya'ni o'yinchiga aylana olasiz bemalol. Prosta bu ko'z rasmi Nabl degani, tomoshabin degani. Flag esa o'yinga qo'shilish. Tushuntira oldimmi? Agar komnataga kirish uchun olgan bo'lsanglar, men bundan xursandman. Bo'lmasa sazzat qilishni boshlaymiz. Birinchi albatta ultimatumdan boshlaymiz. Bizda mana shu joyning ustiga bosamiz, komnataning ustiga yana bitta bosamiz, o'ng tomondagi sazzat komnatani bosamiz va bu yerdan esa ikkinchi turgan joyini ustiga bosamiz. Ya'ni parol degan joyga biz parol qo'yamiz. Masalan, men 1 qo'yaman doim, gotovni bosamiz. 1 bo'ldi. Ana ko'rgan bo'lsangiz, ko'rinmasroq bo'lib qolgan. 1 deb qo'ydim. Bu yerdan esa biz ultimatum degan joyni bosamiz. Bu faqatgina ultimatumdagi o'yin. Keyin men sizlarga Bitvatred, keyin Korolevskiylarni ham moshina ochishni o'rgatib qo'yaman. Bu yerdan esa qaranglar, agar siz birga bir turgan bo'lsangiz, solo ochsangiz bo'ladi. Agar siz birga bir turib, u do'stini yoki siz do'stingizni chaqirsangiz, solo ochsangiz, komnata admin bo'ladi, 2 minut kutib o'tirasiz. Shuning uchun iloji boricha birga bir o'ynayotganda duo ochishga harakat qilinglar, chunki u bilmasdan do'stini qo'shib yuborishi mumkin-da, komnata ochayotganingizda. Keyin 2 minut kutasiz. Shuning uchun shu narsaga e'tiborliroq bo'ling. Ultimatumda. Xo'p, duo qilamiz. Endi chap tomonda tepamda turgan igra degan bo'limni bosamiz. Bu yerdan endi sekin pastga tushiramizda. Birinchi qiladigan ishimiz bu hot deb qo'ygan limit patron. Ya'ni patronlar cheksiz bo'lsin deyapsiz. Net bo'limini qo'ygan. Patronlar cheksiz bo'limini qo'yish uchun net qilamiz. Limit metalnikni ham net qilamiz. Stenkalar cheksiz bo'ladi. Keyin stil igri deb qo'ygan. Uni ham belgilab qo'yaman. Mana shu joyni po umlicheniya qilib qo'yamiz. Bu nima degani? Bu ultimatumda hamma xohlagan orujasida bemalol ishlata oladi. Masalan, kimdir UMP olsa, sherigingiz ham, raqibingiz ham UMP olib o'ynamaydi. Xohlasa Drabavikda o'ynashi mumkin yoki Digilda, tushuntira oldimmi? Xo'p, bu joyga kelamiz. Endi headshot degan joy bor. Ko'rasizlar, headshotni da qilamiz. Mana komnatamiz tayyor. Mana shu holatda ochamiz va bu yerdan Nabl degan joyga o'tamiz. Men ozgina cringeroq joyim bor. Men doim telefon o'yinchisiman, telefon o'yinchiligimcha qolaman. Shuning uchun men
doim zapret emulator qilaman. Ya'ni PKshniklar bilan ochishmayman. Da zapret emulator qilaman va Sazdat komnatani bitta ochamiz va qarabsizlarki, biza komnataga kiramiz. Xolasangiz bundoq qilib, bu yoqqa o'tib olsangiz bo'ladi. Xolasangiz bu yoqqa o'tib olsangiz, xolasangiz tomoshabin bo'lib o'tirsangiz bo'ladi. Umuman farqi yo'q. Do'stingizga ochib berishingiz mumkin-ku. Shunaqa qilasiz. Tepada turgan kod komandani olish uchun bitta ustiga bosib, do'stingizga tashlaysiz. Parolini nima qo'ygandik, bir qilgandik. ID ni do'stingizga tashab, parolni ham tashab qo'ysangiz, o'rtog'ingiz kiradi. Shunaqa qilib, shunaqa gaplar bo'lmasa ketdi, bitva otryadni ham ochishni o'rganamiz. Davay bo'lmasa boshladik. Men prosta ekranni bundoq qilib ko'rsatyapman, chunki sizlar o'sha videoni kerakli, masalan, ultimatum ochishni ko'rishinglar uchun, bitva otrad ochishni eslab qolishinglar uchun shunaqa ekranni birinchi ko'rsatib, yana qayta-qayta qilyapman, shuning uchun eslab qolishinglar uchun. Xo'p, ultimatumni bosamiz. Okay. Komnatani ustiga bosamiz. Sazdat komnatani bosamiz va ochildi. O'zi bitva otradda turadi doim. Bu yerdan parol qo'yamiz doim. Bir qilamiz. Okay. Keyin qaranglar, komnatani qanday ochmoqchisiz? Otryad yoki 6 ga 6? Ko'p holatlarda menimcha yoki solo ochsangiz ham bir xil bo'ladi. Prosta odamning soni qancha bo'lsin deyapti bu o'yin. Solo ochsang ham bo'ladi, duo ochsang ham bo'ladi, 4 ga 4 ham ochsang ham bo'ladi, 6 ga 6 ochsang ham bo'ladi deyapti. Men ko'p holatlarda 4 ga 4 ochmayman, lekin sizlar 4 ga 4 ochishingiz mumkin. Shuning uchun men kelinglar 4 ga 4 qilamiz. Lekin bir xil bo'ladi, xotir olmanglar, hammasi bir xil bo'ladi. Prosta sonini aytyapti, odamlar nechta bo'lsin deyapti. Xo'p, 6 ga 6, ya'ni 4 ga 4 qildik. Bu yerda igram bo'limini bosamiz. Mana bunaqa oyna ochiladi. Doimgi ishimizni bajaramiz. Men akalar u anaqani ko'tarmayman. Ya'ni bo'ladi-yu, raundlarni ko'paytirmayman. 4 ta raundmi, 5 raundmi? 4 raund bo'lsin, u yog'i kerak emas, chunki zadrot bo'lib ketasizlar. Men u raundlarga e'tibor bermayman. Agar mabodo raund o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, tepada turgan raundni bosib, 7 raundli emas, mana shuni 13 raund qilib qo'ysanglar, menimcha 7 raund bo'ladi akalar. Işte bu hisob-kitob bo'lganda nechtaga nechta, tushundinglar? 7 raund 13 qilasizlar, 7 raundlimi bo'ladi. Uzun komnata bo'lib ketadi. Xo'p, bu yerda endi limit patron degan joyiga biz limit patronni niyat qilamiz. Endi e'tibor beramiz. Limit metalni stenkalarni vizlom qilamiz, niyat qilamiz. Bu yerda yana bitta e'tibor beramiz. O'yin yangi eventda bo'lsinmi yoki yangi eventda bo'lmasinmi deyapti. Aksariyat holatda igroklar bitva otryadni yangi eventsiz o'ynashadi. Shuning uchun o'zi holatida turaversin, tegmaymiz. Agar mabodo yangi event degani yangi sezondagi zonalar bo'lsinmi deyapti-da. Masalan, bizga shart emas. Xo'p. Bu yerdan yana qiladigan ishimiz bor. Headshot degan so'zi bor. O'shani da qilamiz. Bo'ldi, boshqa hech narsa tegmaysiz. Bu yerdan keyin qiladigan ishimiz nabul degan joyi bor. Doimgidek da qilib, ya'ni zapret qo'yamiz ularga. Spesialность настройки degan joyi bor. Mana shu ustiga bosamiz. Akalar hozir yangichasi chiqdi. Buning uchun mana buni bitta bosamiz. o'ng tomonda turibdi. Ochiladi. Оружияларni tanlashimiz kerak. Bu yerda ekonomika, absolut degan joylar chiqdi. Yangi ochilgan narsa bu absolutni oblast bo'ldi, oblast bo'ldi. Ya'ni o'zingiz masalan bundoq qilib, faqat shu zonani, shu zonada bo'lsin yoki bu zonadan keyin boshqasi bo'lsin. O'zingiz belgilay ola olasizda. No, menga bu вообще kerak emas, men buni o'chirib qo'yaman. Garenani o'zi qaysi zona bo'lsa shunday bo'laversin, bizga umuman shart emas. Ekonomika bu necha pul bo'lsin deyapti, o'yindagi daromad, ya'ni soqqasi har raundda necha daromad bo'lsin deyapti. Masalan 9900 qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu shart emas akalar. O'zingiz bu yerdan to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Magazin kiramiz, SNS qilib ochmoqchimiz. G18 olib tashlaymiz, Deagle'ni qoldiramiz. Drabavik M1917 masalan kerak emas, Famis olib tashlayman. O'zingizga qarang-da, o'yiningizga qarang, оружиялар nima bo'lsin. O'chirib chiqasiz. Mana Deagle qoldirdim, 100 ni o'chiramiz. An94 ham kerak emas, o'chiramiz. Bu ham kerak emas. Ptichka bo'layotgani o'yinda ishtirok etadigan оружиялар. Ptichkani olib tashlaysanglar, o'yinda ishtirok etmaydi. Zemarovskani o'chiramiz, P90 ni o'chiramiz, MP5 ni o'chiramiz. UMP mana o'chiq turibdi. Bunga galochka qo'yamizda, buni mana qilib tushirib qo'yamiz. Bu puli. Sizlar buni 0 qilib qo'yinglar. Deagle'ga ham e'tibor bergan bo'lsanglar 0 qilib qo'ydim. Hop, pastroq chiqaramiz, tushiramiz, olib tashlaymiz. Hammasini olib tashlaymiz, mana shunaqa qilib erinmasdan. Vaqt oladi, lekin saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uni ham hozirlik ko'rsataman. O'chirib tashlaymiz. O'chiramiz hammasini. UMP Deagle'da akalar, Drabavik shart emas hozircha menga. Shunaqa qilmoqchiman komnatani. O'chiramiz. Mana o'chirib tashladim. O'chirdim. Mana endi qaranglar, stenka degan joy qoldi. Stenkani ptichka turibdi, stenka ishtirok etadi.
Prosta buni tekin qilib qo'yinglar, ya'ni pulli mana pulli bor. Buni bundoq o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni 0 bo'ladi. Ya'ni tekinga olasizlar har raundda. Branjilet 0, shlem 0, ptichkalar turibdi. Remotni nabor o'chirib qo'yaman. Xolasangiz qo'yib qo'ying, o'zingiz bilasiz. Pastroqqa tushib, gripni o'chirib qo'yaman doim. Va tayyor, ko'mnitamiz akalar tayyor bo'ldi. Endi qaranglar. Endi bitta narsaga ahamiyat berasizlar. Mana shu yerda o'rtaga qaragan bo'lsangiz, saqlanit bo'limi bor. Agar siz saqlanit qilib qo'ysangiz, xuddi shu karta shunday holatda ochiladi. Faqat parol qo'ysangiz bo'ldi. Tushundingiz-a? Shunaqa qilib qo'ysa bo'ladi. Saqlanitni bitta ustiga tirs etib bosamiz va sazdat ko'mnitani tirs etib bossak, qarabsizki, to'rga to'g'ri ko'mnitamiz ochildi. Endi ID ni tepada turgan ID ni bilan parolni bersak bo'ldi. Bolalar ko'mnitaga kirishni boshlaydi va birga bir to'rga to'g'ri o'ynashni boshlaymiz akalar. Endi saqlanit bo'limini sizlarga mana shu yerda ko'rsatib ketsam, sazdat ko'mnitani yana bir bor bosamiz. Endi e'tibor beringlar. O'sha ochib qo'ygandik-ku to'rga to'g'ri. Saqlanit qilgandik. Endi saqlanitga qanday qilib kiramiz deydigan bo'lsanglar, igra degan bo'limini bosamiz va bu yerda mana Palzavetilskiy preset deb yozib qo'ygan tepada. Shuni ustiga bitta bossangiz, mana sizning ko'mnitangiz. Bitva otryad 8 ta o'yinchigacha kira oladi. Ya'ni to'rga to'g'ri 8 ta o'yinchi ishtirok eta oladi. Otryad zona mana bizib ochgan ko'mnitamiz. Stenkalar vizlom, hamma narsani qo'yib qo'yganmiz. Podvertitni bitta bossak, mana yana o'zimizning ko'mnitamizga avtomatik tarzda kirib ketaveramiz. Ya'ni bu ko'mnita ancha kungacha davom etadi. Saqlanit qilib qo'ysangiz bo'ldi. Yana qayta shunday kiraverasiz. O'zingizga bog'liq. Parol qo'yilmaydi, ko'rsiz avtomatizatda kimdirlar kirib oladi. Shu paytda tezroq kirib, parolini bir qilib qo'yib, podvertitni bosib parol qo'yishni unutmang. Tushundingiz akam? Bo'lmasa ketdi Korolevskiy ochishni boshlaymiz. Bo'lmasa biz mana Korolevskiy ochishni boshlaymiz. Yana o'sha holatda aytganimdek birinchidan men stiker qilib ko'rsatib tushuntirib qo'ydim qanday kirishlarni, nimalarni bosishlarni. Endi sizga hech qanaqa stikersiz ko'rsataman, chunki siz eslab qolishingiz kerak. Yana o'sha ultimatum turganida yoki boreting tursa, boreting joyini ustiga bosib, mana shunday oynani ochamiz. Ko'mnitaga yana qaytarib kiramiz. Bu yerga kirganimizdan yana sazdat ko'mnitani bosamiz. Mana shu yerda mana bitva otryad turibdi doimgidek. Buni ustiga bosib, biz buni Korolevskiy bitva degan joyini ustiga bosamiz. Biz 48 talik ko'mnita ochmoqchimiz. Qanaqadir turnir qilmoqchimiz edi endi. Yoki takoy streamer bo'lib ketdingiz, takoy obunachilar uchun turnir ochmoqchisiz. Korolevskiy bitva joyini bosamiz. Обязательно parol qo'yamiz. Parolini men bir qilaman. Parol bir qilamiz. Korolevskiy ochildi. Xolasangiz solo o'ynasangiz bo'ladi, xolasangiz otryad, xolasangiz duo. Esdan chiqarmanglar. Mana shu narsani qilinglar, chunki agar mana shu otryadini masalan hamma narsani qilib bo'lgandan keyin belgilab otryad qilib qo'yasanglar, masalan o'zi solo turadi, qaranglar, e'tibor beramiz. Solo qildim. Limit patron, net. Limit metalnih stenkalar vizlom. Qaranglar, bu yerda e'tibor beramiz. Masalan, headshot zonani daq qo'ydim. Hozir ko'mnitaga kirdim. Voy, solo emas, otryad och deb qaysidir o'rtog'ingiz aytib qoladi-yu. Otryadni bitta bossangiz, hozir yana igraga kirsak, e'tibor bergan bo'lsangiz, limit patron net qilgan, ya'ni cheksiz qilganni, bu yana daga o'tib qoldi. Shuni esdan chiqarmanglar, aniq bildirib olinglar, otryadmi, duomi, solomi. Shu ko'mnita ochayotganda. Men otryad ochmoqchiman, otryad qilib qo'ydim, igraga kiraman. Limit patron net, limit metalnih stenkalar vizlom net. Unutmang, agar siz stenkalarni vizlom qilsangiz, granatalar ham vizlom bo'ladi. Unutmang. Xo'p, net qildik. Gameplay yangi event. Men akalar yangi eventda o'ynashni yoqtirib qoldim. Shunga yangi event. Xolasangiz qilmang, o'zingizga bog'liq. Bu yerdan движение в безопасной zone bor va hokazo degan narsalar bor. Men buni stiker qilib ko'rsataman, chunki bularning orasida ko'rmay qolishingiz mumkin. Tepada kichkina qilib yozib qo'yganda, kichkinada o'sha narsani agar siz da qiladigan bo'lsangiz, unda sizni hammani ko'ylagi X kostyum bo'lib qoladi. Ya'ni hammani ko'ylagi bir xil bo'lib qoladi. Unutmang. Bu nimaga kerak? Bu stream sniperlarga kerak bo'ladi ba'zida. Chunki sizni stream sniper qilishayotganda ko'ylagingiz orqali tanib olishi mumkin. Shuning uchun qachab yordam beradi o'ynayotgan paytingizda. No atak buni qilmasangiz ham bo'ladi. Bu o'zingizga bog'liq. No hammani formasi bir xil emas, har xil bo'lsin desanglar, buni albatta net qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'zi netda turadi, prosta da qilsanglar, hammani ko'ylagi bir xil bo'lib qoladi. Hatto sizniki ham. Xo'p, bu yerda qarang, headshot degan zona bor. Mana headshot qilib da qilamiz. И всё, ko'mnita mana ko'rishinglar mumkin, tayyor bo'ldi. Bu yerda mana bu yerda HP degan joyi bor.
jonini xohlasanglar 551 HP ham qilib qo'ysa bo'ladi. 200 menimcha normalniy akalar. Qolganiga tegmasak ham bo'ladi. Hamma yog'i уже tayyor akalar. Endi Nable'ga kirib, da qilamiz va Sazdat komnatani ochamiz. Mana to'g'riga to'g'ri komnata ochildi. Обязательно parolni esdan chiqarmanglar, shuning uchun men doim bir qilib qo'yaman. Buni ham xohlasanglar saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana настройка kirib, igraga kirsanglar, o'sha komnatani ochayotgan paytingizda saqlanibni bosib qo'yganingizda bu komnata ham avtomatik tarzda saqlanib bo'lib qo'yardi. Xuddi ikkinchi videoda ko'rsatganimdek. Xullas videoyimiz mana shu yergacha yetib keldi. Mana tayyor komnatamizni bemalol kirib, bu yoqqa sakrab o'tib yoki spisok Retailni degan joy mana Nable'da tomoshabin bo'lib turishimiz ham mumkin. Kimdirlarga turnir qilib berayotgan bo'lishingiz mumkin. Xullas o'zingizga bog'liq bo'ladi hammasi. Mana shunaqa qilib ochiladi akalar. Bo'lmasa akalar biz bu yerdan chiqamiz, X bosib. Bo'lmasa videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Muzonida telefonchik mobile streamer iPhone 14 Pro Max da hozirgi paytda o'ynab kelyapti. Inshaalloh hali bundan ham zo'rlarini erishamiz. Akalar, agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, ko'rgan bo'lsangiz, iltimos qilaman, mana shu videoyim balki sizlarga kulgili, nihoya siz shunaqa komnatani ocha olmaydigan bolalar ham bormi deydiganlar bo'lib, kulgili bo'lishi mumkin. Lekin iltimos akalar, mana shu videoyimni ko'rgan bo'lsanglar, bir dona like bosib qo'yishni unutmanglar, chunki menga like juda muhim. Bitta like bosib, poddershka qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Kommentariyaga omad deb qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lib ketardim. Ad dushi katta rahmat. Free Fire chiklar, Uzbeki sila bratan. Ad dushi.